O'limcha suriling-da, gap bor. Dada. Mana o'g'il bolasizda. To'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Chekyapsizmi? Yo'q, dada. Men hovlida bir ikkita buchoylar paydo bo'lib qoldi-da. Bilmasam. Ayish chekyaptimi-ki? Balki. Balki. Va to'g'risini ayting, o'g'il bolasiz, tug'ilganingizda osh berganman xalqqa. O'g'il tug'ildi deb. Nos chekyapsizmi? Yo'q, dada. Ya to'g'risini men mujib bo'laman. To'g'risini. Yo'q, unaqa. Chekmayapsizmi? Yo'q. Oilada kimdir chekyapti-da. Nos paydo bo'lib qolyapti, sigaret. Qirsilatmasdan cheking, qirsilatsiz zarar ekan. Qirsillatib chekasanmi sen? Yo'q, men qirsilatmasdan chekaman. Men qirsillatib chekaman-da. M'appelle le temps, ça me saute bla bla. Ça t'y cause trop, ça t'y cause trop. Bang bang. O'zimni kelolmayapman. Bo'ldi, qaysi qo'shiq edi? Bo'ldi qilgin, bitta qiz deb yig'layapsanmi? Jin. Men qiz bolam deb yig'lamayman. Jinnisiz, jinni. Umon, sen meniki emassan. 236-daqiqasiga qo'y, siqilishdan beraman. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my. Men chidolmayapman, to'g'risi aka, tushunyapsizmi nima ish qilganini? Uka kalbim tarqatib yubording-ku. Bitta qiz uchun siqqilib yubording-ku, bo'ldi endi. Qanaqa bola eding, o'zingga kel. To'g'ri aytasiz aka. To'g'ri aytasiz. Meni hurmat qilmadimi? Men uni-chi, kechdim unaqa qizdan aka, to'g'risida. Malades. Bitta suvga tushib chiqqan o'zing kelasan. Yarash oldingmi? Ha endi kim xato qilmaydi deysiz? Xato qilganda er-xotin urushi doka ro'molni qurishi. O'zingni er-xotin yasa oldingmi? Bizning muhabbatimizni ko'ra olmaydigan ichi maqarlab qorayib ketgan ifloslar ko'payib ketdi-da. O canım. Aka kansalerni pultqani issiq big'illati yapti-yu, kansalerni yoqib o'lib qolaman. Qancha qoldi? 5 kilometr qoldi cho'miladigan joygacha. Maza qilamiz cho'milib. Zato mol boqadigan paytga ulgib kelsak bo'ldi. O'g'lim, ertalabdan beri yotibsan. Chiqib o'rtoqlaring bilan o'ynamaysanmi? Yo uyqusi bo'lib o'tiraverasanmi? Voy, mana o'ynayman-ku onlayn. Pachinki kirgan, pachinkiga. Ertalabdan beri cho'milyapsanlar. Labingni qara ko'karib ketganini. Hayvonlar, chiq suvdan. Molni katta xolay boqadimi? Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Archaqda ariyan to'zdim. Qoching. Qo'llaringga boshim egay, bolaligim beboshligim. Bugun xotin bilan romantikani biri bo'ladi. Qo'shnini mushiga kirib qoptadi. Mishiqmi bu, molmi? Ada, qo'shnimiz serikda ishlaydi. Gollandiyadan olib kelgan mushude. Hozir chiqaz boraman. Ha yo'q, qo'yaver qizim, menga mishiqlar yoqadi va. Turq qursin. Eringga o'xshab ketar ekan. Ota, dading kelganini nima aytmading? Ha? Voyda! Nima? Voyda! Mambo like a crazy with the head mambo. Don't wanna tarantala. Ota, dadingni o'ldirib qo'yaman hozir. Mambo Italiano. Qizim kech bo'lib qopti. Men ketdim. Ey Xudoga shukr. Lekin mana mishiqni olib ketaman. Uyda kalamish ko'payib ketdi. Bu bizning qahramonlarimiz. Otin, Ha. 25 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan bo'lsak, 5 yil seni deganman. Nima?
Mo'ylon qani. Bu oilaning ajoyibligi katta farzandga er o'zining otasini ismini qo'ygan, Sanjar deb. Kichik farzandga esa xotin o'z otalarining ismini qo'ygan, Kozimjon deb. Agar mabodo oilada janjal ko'tarilsa, alamini farzandlaridan olishadi. Kozim ko'zingga olaymi o'lgur iplos maki. Sanjar qiyshiq og'zingdan qoning kelgur maki. Qiyshiq Kozim g'ile maki iplos. Bugun nima yeymiz xotinjon? Monti? Qo'li guldek xotinim bor-da. To'xtang, qo'lingizni kesib olasizmi? Yordam beraman sizga. Bu oshni yoshi o'tib uylanmagandan keyin mana shunaqa dovdir bo'lib qoldi. Narisa, o'zi nimaga uylantirmagansiz buni? Bu so'qin qizdan o'rib xotinsiz qoldi. Aya xotinimni so'kmang-a. Butog'ingga nimadir degan. Ey, men ham dovdir bo'lib qolman. Alo jonim. Endi 5 bo'ldi-yu, kiraman ertaroq uyga. Qorong'i tushmasdan kiraman. Bo'pti jonim. Darmayat, menga qara. Yoshing bir joyga borib qolgan. Sen uylanmagansan. Xotining yo'q seni, tushunyapsanmi? Men dilimni yakson aylading-da, dil siqishmi? Xotini yo'q deb bermaylading. Lekin to'g'ri aytyapsan do'stim. Bo'largani, ana endi o'zing kelding. Malades. Shuni magazinga kirib chiqaylik. Yer supib olamiz? Yo'q, xotinim o'rama qilaman deydi, shunga go'sha olaylik. Qayerdadir xato qildim-da. Ayol kishi ham hurriyotami? Qaysi gunohlarim uchun? Voy dadasi, kechasi bilan hurriyotib uxlatmay chiqdingiz. O'zi ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Qo'shni uyda nima hayvon boqasizlar? U kirib chiqadi har kuni. Voy dinozavrlar ham qirilib ketgan. Qo'shni ming bor uzr bitta to'ng'iz baqayib turdim-da, hozir bo'g'izlab bo'lsa ham ovozini o'chiraman. Siz kiravering uyga. Hop. Ishqilib bir o'qib ketmasa bo'ldi. Qaytib o'qishlik kuni o'qirmayman. Haligacha qo'rqaman. 3 ta qo'llab Voh bu kabutarmi yoki pari, oy yuzi dilbar, buncha chiroyli. Bo'pti, ertaga olib ketaman. Kiriy uyga yeb qo'ymaydi uydagilarim. Bo'pti, ertaga olib ketaman. Salom ayt. Kimga salom ayting? Otaginam! Voy o'limsa. Assalomu alaykum, otaginam. Atamasga qilma. Assalomu alaykum, onaginam. Onajonim, volidaym muhtaram, tinchmisiz? Qo'l tashab qo'ying. Yo, buni choydan iching, choyda. Voy. Peladan iching, pelaga quyib qo'ydim. To'rimiz kuyovimiz bor-da. Kuyovim ketdi-da, bitta osh qo'yaringlar, qorin mara bordimi? Xudoga shukr. Ayoz, qo'ydim. Qalaysiz, jiyan, yaxshimisiz? Necha sinfda o'qiyapsiz? 3. Bolalardan nechta? Hayajonlanmang, bochcha. Choy achchiq bo'pti-da. Ana. Ayol sasiyaptimi, dada? Boring, yuvib keling. Uzr. To'xtang. Yuvmay, iloji bo'lsa qaynating. Atala. U qanaqa prichoska? Bu Morgenstern degan prichoskada adasi xatdan ham bilasiz. Voy-yo. PDTga berib yuboradigan bola bo'lyapsan-da sen. Chachingni qara, yalama bo'lib yotibdi. Yuvib kelsam bo'lmaydimi, atala? Shahob tog'a, orqa patni o'stiramiz, oldilarini ham o'stiramiz, oldini yopamiz. Yo'q, opoqing so'kadi, mujik bo'l. Qaytib kelmayman bu sartaroshga. Deyman-ku, lekin rayonda bitta sartarosh bor-da. O'g'il bola tezroq vannadan chiqsangiz biz ham cho'milib olamidi? 2 soat o'tib ketdi-da, bu chachimni yuvib olay, ishga ketishim kerak. Oma zarar ama ano. Ko'p cho'milish.
So'siramay o'lgin, maydan qo'y. Pechkani qo'y, sovuq yomon qaqshatyapti, suyaklarimgacha og'riyapti. Ha, bundoq gamash-mamash kiyib yur hali. Gamaj yoqmaydi-da, qitishtirib tashlaydi. O gamash kiysang jinali bo'larmidik? Bolam, issiqroq kiyindingmi? Ha, aya ichimdan ikkita triko kiyib oldim, pombarqis materialli. Ana paypog'im ustida siz jun paypog'ingizni ham kiyib oldim. Ko'cha sovuq o'xshayapti, yana bitta triko kiyib chiqaman. Dadasi ertaga dadam yubiley ekan, borib kelaylik. Yo'q, men bormayman, ertaga seni tashlab kelaman. Shu gapingizni dadamga ayting. Makka ertaga boraman. Juda bir mososraga odam bo'ldingiz-a, dada. Yubiley qilyapman demaysiz, aytmaysiz-a kuyovingizni. Ha, 2 kun avval borib yotib olaman, xavotir olmang. Siypalamasdan bor tezlash. Xo'p. Mana shu arzimas sovg'a sizga. Kimga? Sizga? Kimga? Sizga devosiz. Kim bo'ladi sizga? Dadamga. Uyatchan kuyovimiz bor-da. Otagiram! Assalomu alaykum. Uxdanli otam jetavraptimi? Nomimga afermit qo'yib olaman. Kuyov bola, yubileyimga nima olib keldingiz? Moni olib keldim, moni. Jivachkani olib keldim, og'zingiz sasiydi-yu. Voy o'lmasam. Siqilmang dada, eng asosiysi mehrda. Meni sap ketdi-da, siqilib olib, xonalar burchaklarga kirib olib yig'lab o'tirmang. Joydan qo'ying. Kuyov bola, dadingiz bilan o'ynang. Ottagilar yubileylar muborak. Ha, ona o'ynang, qisring. Qaynatamkidan qaytarib yuboraman. Hayajonlanmang, pochcha. Hayajonlan bo'ldim, jiyan. Nimadir hidi chiqyapti. Boya ering qo'rqqanda nimadir bo'ldi. Bor ko'chaga olib chiqib aylantirib kel. Ela. Qani to'xtanglar. To'g'risini aytinglar. Mana qandashlar o'tiribmiz. Faqat to'g'risini. Kim gaz chiqardi? 60 ga kirib tan olish ham mard ishi. Sizmi dada? Sen meni dardim. Seni deb 10 yilga qaridim. Kim? Ke, bitta ke. Adin ke. O'zini xurrayga. O'zi qo'rqib uyg'onib ketdi-ya. Ko'zingga aymay o'lgur. Men xurray otmayman. Avvadaki dabra. Tatoy, chom. Baqvas, hozir uxlatdim-ku o'zi. Qarang, menga o'xshaydi-a? Nima? Quyib qo'ygandek menga o'xshaydi. Asal bola. Shu bola sen bilan ko'p yotibdi-da. Sendan yuqqanda. Bitta edinglar, ikkita bo'libsizlar-da, Yaxshimisiz? Dada yaxshi keldingiz. Rahmat, kuyov qani? Xotin Shohruxxon, Zuratchu Ahmedchil. Chand jalne laga. Voy, shu uyalchang kuyovimizmi? Biz oldimizda ekanda, dami chiqmay o'tirar ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, voliday muhtaram. Mol olib keldinglar, mol olib ketasizlar. Bu kuyovni ko'rgani kelyapman deb 2 kilo go'sht ham olmaysizlar, ha? Mana olma oldik. Bu 2000 so'mlik tosh olmani nima qo'yga beramanmi? Men qaraysiz, oyog'ingizga mana uni kiyib oling bahillarni. Nimaga? Oyog'ingiz sasiydi-da, men. Kuyov bola, uyingizga kelgandan keyin televizor ko'rmasdan gaplashib o'tiraylik. Men musor to'kib kelay. Men qara shu uyatchan eringga Xonsaroyi Shirin hayot loyihasi sotuvga chiqqan ekan. Uy olib bermoqchi edim. Ona shunday masaj qilib yuboring oyog'ida. Hay o'lmasa. Qilib yuboring. Dada shunday musullar to'planib qolgan to'kib bering. Manmi? Onamni chiqarmasangiz kerak, farosatni ishlating. Siz ham qattiq qiling. Ali aka, oyim hamshira bo'lganlar, o'zlari qo'l qilib qo'yarkanlar. Ha? Ona unaqa qilmang, uyalaman. Orqangizni oching, kuyov bola, orqangizni oching.
uyalama, unaqa qilmang. Yo'q, tuzalib ketaman, unaqa qilmang. Kuyov kasal bo'lib qoldingizmi? Ha, jicha maza yo'q. Ukol dori-darmon bor, ukol qiladigan odam yo'q. Siz hamshiramiz? Ha. Shunday dumada urib yuboring. Alla aytay, jonim bolam. Aya, Molga o'xshamay kir. Ukang uxlayapti. Alla. men o'qishga ketyapman, aya. Alla qilib ayt. Ukang uyg'onadi. Beparosat alla. Ichingdan gamash kiydingmi? Ikkita gamash kiydim, aya. Olib tali qilmasdan boshingayam kiy alla. Boshim soqotmaydi, volidai muhtaram onam. Bo'g'ib o'ldirib qo'yaman. Boshingga kiy alla. Hop, Allah. Mana o yo'l kirenga. Abetam qilasan alla. Baxti davlat, boshimdagi toj. Paxta qo'ymay, yo'qol darsinga. Ha, it maki. O'g'il bola, xotirjam bo'lib yaxshi o'qib keling, o'ppi. Keyin menga qarang. Ikki og'siz vahima qilmang. Vahima qilmang. Ikki oldim dada deng, ikkita kaltak yeysiz, kaltakda odam o'lmagan, o'g'lim. Xo'p bo'ladi dada. Dada, men qanday paydo bo'lganman? Machapayadan topib olganmiz, o'g'il bola. Boravering, maktabga. Oh, meni kattarim, kattarim meni. Dada, Qo'rqitib yubordingiz, o'g'il bola. dada, akam qayerdan paydo bo'lgan? Achezmi? Achez bug'doy payadan topib olganmiz, o'g'il bola. Anjan do'ppim sen uchun emas. Choti, o'g'lim sizmi deysiz, keling. Dada, ukam qayerdan paydo bo'lgan? Ukangizni paxtazordan topib olganmiz, o'g'il bola. Ha, umringiz dalada o'tgan ekan, dada. T'es contre la plaque, Paris sans adéquat. T'es à côté de la plaque, Paris sans adéquat. Dovdiramay o'lab. Nima baqiraverasiz? Bolalarni oldida ham so'kinaverasizmi? Og'zingizdan shoda kirib boda chiqadi. 3 oldingizmi, o'g'il bola? 3 meniki emas, dada. Mana 3 mo'meznikidan paydo bo'lib qoldimi? Porosat yo'q, dadam uxlayapti ham demaydi bu kallangga. Dadasi ertaga o'g'lingizni uylantiramiz. Mol. Ertaga uylantirganimizdan keyin ham kelin olti shunaqa so'kinib o'tirasizmi? Jonim seni juda sog'indim. Yuzlaringni. Beparosat meni oyog'im ushayapsa, mol. Ko'p yashang keling, ko'p yashang. Futbol yil yashang. Futbol ko'raveramiz. Qodirxon ko'raylik. Dinayna. Patsa. Dada, ayam bilan akam molga ko'p o't beribdi, bo'kib qolibdi. Kelin, ana ikkita bodamni qulog'ingizga tiqib nariyxonaga chiqib turing-da. Nimaga dada? Kelin, eningiz bilan ayingiz uyda tinch o'tiribdi-da. Ular tinch o'tirishaversin-a. Men mo'larda gapim bor. Chiqib turing indamay. Quloqni bekitamiz-a, kelin. Rosa to'lib turadi, kelin borligida ayta olmayapti, rodimi? Tayyorlaninglar endi. Og'zing bo'ldi jahon mulkida paydo. Ey sho'xi farizat. Porosati yo'q, chapillamay. Qo'yam ovoz chiqarmay yeydi mana qilib. Mol. Yo, qo'yni qo'ltig'i men unga chapillamay yeydi, sizni sho'rillatib ichasanmi? Mana shunaqa tovushlarga asabim dosh bermaydi-da. Hozir ash qushni og'ziga chertaman. Asablarim dosh bermaydi, huquqlamay o'la xo'rab. Qaytiriqlayapti, asabim dosh bermaydi.
Bilmadik dada. Yana tiriqlayapti-da. Yana asabimga margat qilyapti-da. Hozir ashtiriqlagan joyda ushlab olsam, ambulatoriyaga admin qilaman. Qayt tiriqlayapsan. Qayt tiriqlayapsan. Asabim dosh bermaydi. Qayt tiriqlayapsan. Qo'yag'imga asabimga o'ynayapsanmi? Hozir daqa tepaman men seni.